Hurmatli bankimiz mijozlari, Prezident qarori asosan tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazib boshlaymiz. Kimda qanday savollar, e'tirozlar bo'lsa, bemalol taklif bo'lsa berishlaringiz mumkin. Assalomu alaykum. Men ismim Toshbo'z Qizjonova. Men Istiqlol mahallasida istiqomat qilaman. Men hozir chorvachilik yo'nalishi bo'yicha 17 million so'm kredit olaman. Mayda shoxli mollarni boqishni olaman. Agrobank xodimlariga kattakon rahmat. Bo'lam? Ma'qul. Navbatdagi. Assalomu alaykum. Men ismim Samadullo Madinajonov. Men 17 million kredit olmoqchiman. Mayda shoh Istiqlol mahallasida men 17 millionlik kredit olmoqchiman. Mayda shoxli mol qilmoqchiman. Molxonalar bormi? Bor. Chorvachilik bilan shug'ullanib ko'rgansiz hozir? Masala yo'q hech qanday. Yo'q. Hujjatlarni topshirasiz, belgilangan tartibda chiqaraveramiz. Qo'shimcha savollaringiz, takliflaringiz bo'lmasa, yig'ilishimizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.